Assalomu alaykum azizlar, barchaga xayrli kun. XG jamoasi navbatdagi kongressni ko'plab tarmoqli marketing kompaniyalari orzusi bo'lgan chet elda o'tkazish orzusini amalga oshirdi va yakunladi. Biz jamoamiz bilan birgalikda Birlashgan Arab Amirligida navbatdagi yil kongressini o'tkazdik. Va mana shu kongressda ishtirok etgan har bir ishtirokchiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ayniqsa ushbu kongressda bizga sardorlik qilgan XG kompaniyasining yuqori liderlar kengashi a'zolariga o'z shaxsiy minnatdorchiligimni bildiraman. Bunga sabab esa mana shu kongress sifatli, muvaffaqiyatli va tajribalarga boy, bilimlarga boy o'tishiga o'z hissalarini qo'shganligi uchun. Mana shu 4 kun biz uchun haqiqiy biznes maktabi bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 4 kun davomida biz ko'plab insonlar bilan tajriba almashdik. Bir-birimiz bilan yaqindan tanishdik va hattoki o'z oila a'zolarimizdek bo'lib ketdik. Va mana shu 4 kun yangi ko'nikmalar, yangi biznes bilimlarini olishga sabab bo'ldi. Va o'ylaymanki, har bitta kongress qatnashchisi o'ziga tarmoqli marketingda rivojlanishi uchun kerakli ko'nikmalarni ola oldi. Va biz mamnuniyat bilan yana shu narsani e'lon qilamizki, XG kompaniyasining keyingi yil kongressi ham chet el mamlakatida bo'lib o'tadi. Aynan mana shunday kongresslar tarmoqli biznesda yangi liderlarning yaralishiga sabab bo'ladi. O'ylaymanki, bizni kongressimizda qatnashgan har bir XG hamkori yangi lider sifatida tug'ildi va bundan keyingi faoliyatini mana shu liderlik holatida davom ettiradi degan umiddaman. Bu 4 kunlik kongress davomida olgan emotsiyalar, olingan bilimlar va his-hayajonlarni esa albatta kongress qatnashchilari orqali bilib olishingiz mumkin. XG bu eng to'g'ri tanlov va bundan keyin biz yangi marralar va yangi muvaffaqiyatlar sari yo'l olishni boshladik. Siz bilan esa kompaniyaning keyingi yil kongressida chet el mamlakatida uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.